Free audio post-production by alphonic.com. Tom va Jerry. So'nggi qism. Ular qanday bo'lgan? Biz sevib tomosha qilgan multfilmlar shunchaki tugadi. Xo'sh, do'stlar, hamma narsani boshi bo'lgani kabi chiroyli yoki qayg'uli yakuni bo'ladi. Tom va Jerry multfilmining yakuniy qismi 2 epizoddan iborat. Uning birinchi epizodi Blue Cats and Blood hisoblanadi. Tom o'z sevgan mushugi bilan baxtli umr ko'rish uchun unga qo'lidan kelgancha harakat qiladi, intiladi. Lekin ushbu epizodda Tom o'z sevgisi uchun kurashadi, lekin oxirida u muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Tom sevgan mushugiga yoqish uchun kredit oladi, o'zida bor pullarni ishlatib sevgan qiziga brilliant uzuk sovg'a qilmoqchi bo'ladi. Lekin unga boshqa boy mushuk katta brilliantli uzuk sovg'a qilgan bo'ladi. Keyin Tom sevgan qiziga moshina sotib olib oldiga bormoqchi bo'ladi. Bankdan kredit oladi 20 yilga, lekin u olgan kreditlari befoyda bo'ladi, chunki u sevganini oldiga borganda boy mushuk uni sevganini olib ketib qoladi. Va shu qismida Tom poyezd oldiga borib poyezdni kelishini kutadi. Uni ko'rib turgan Jerryning Tomga rahmi keladi. U paytda Jerry o'zini sevgan sichqoni bilan baxtli hayot kechirayotgan bo'ladi. Lekin shu paytda Jerry yaxshi ko'rgan sichqoncha boshqa boy sichqon bilan o'tib ketayotganini ko'radi. Shu paytda Jerry ham Tomning oldiga borib, birga poyezd kelishini kutadi va do'stlar, ikkinchi epizodda boshlashdan oldin kanalimizga obuna va videoga bitta dona like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ikkinchi epizodda esa Tom va Jerryning uyida kuchli zilzila bo'ladi. Shu zilzilada uylarning tomi va har xil narsalar yerga qulaydi. Tom uydan qochib chiqib ketishga urinadi. Lekin Jerry ulgurolmaydi va uni katta bir beton bosib qoladi. Keyin Jerry halok etadi. Jerryning o'limida qabristonga kichkina o'rdakdan tortib katta mushuk va kuchuklargacha keladi. Multfilmda chiqqan hamma qahramonlar Jerryning o'lganidan qayg'uda bo'ladi. Tom esa yig'lagan holda oxirida Jerryning qabriga pishloq qo'yib ketadi. Shu bilan ikkinchi epizodimiz tugaydi. Xo'sh do'stlar, shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Multfilm Jerry o'ladi. Yana bitta gap, men kontent yaqinda boshlaganim uchun videomizda xatoliklar, tutuqlanishlar, tushunmovchilik bo'ladi. Bu hammada bo'ladi. Shuning uchun uzr so'rab qo'yaman. Bu men kanalimning katta videolarda 3-inchisi bo'ladi. Unaqa zo'r hozir qilib bera olmayapman. Lekin 1-2 oylar tashlab o'rganib olsam, keyin normalni dublajga o'taman. Gapirib berish tahlilga. Shuning uchun qo'lingizdan kelgancha podдержка qoranglar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar men xursand bo'lardim. Xayr, salomat bo'linglar. Yana bitta gap, Tom va Jerry multfilmini oxirgi sahnasini ko'rmoqchi bo'lsanglar, epizodini men o'zim Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Shu Telegram kanaldan o'tib ko'rishingiz mumkin. Silka profilda yoki kommentariyada bo'ladi. Описаниyaga qo'ya olmayapman. Negaligini bilmadim. Kim bilsa, Telegramdan hech kimga yozaringlar. Xayr, salomat bo'ling. قلب منو شکستی، تویی که راستی گفتی منو میخواستی، تو قلب من نشستی، قلب منو شکستی، تویی که راستی گفتی منو میخواستی، با من از عشقت حرف نزن ابروی غم رو، پس نزن به قلب خستم، دست نزن وای نزن، اخمو تو بکن، اخم به چهرت نمیاد، گریه رو بس. Free audio post-production by alphonic.com.